Kecha Abduqodirning sumkasidan aynan shu narsalar aniqlandi. Husanovning kechagi o'yindan keyin ijtimoiy tarmoqlarda shu kabi memlar to'lib toshdi. Keling endi memlardan chekinib, City muxlislarining Husanov haqidagi jiddiyroq fikrlarini ko'rib chiqsak. Husanov ajoyib edi. Hech kim uni quvib o'ta olmadi, cho'chita olmadi, g'azablantira olmadi. Uni bekorga Rambo deb atamayman. Osimhenni 24 soat davomida nazoratda ushlab turdi va Galatasarayning mag'lubiyat sharafiga olovrang butsa kiydi. Ajoyib o'yin. Rolls-Royce darajasidagi himoya. Husanov butun oqshom davomida Viktor Osimhenni o'z nazoratida ushlab turdi. To'p bilan u juda xotirjam edi. Oldinga dadil uzatmalar va to'pni bevosita mukammal boshqarish. To'psiz ham u faol edi. Husanov yakkama-yakka kurashda raqibni qattiq ta'qib qilar, to'pni olib qo'yishda ishonchli harakat qilardi. Xususan orqadan yugurib o'tishlarini to'xtatib, raqib hujumlarini xotirjamlik bilan bartaraf etdi. Mukammal, yuqori darajadagi o'yin. Sizchi, Husanovning kechagi o'yinni qanday ta'riflagan va baholagan bo'lardingiz? Javobingizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.